Assalomu alaykum. Mening ismim Sitora. Biz jamoamiz bilan bir necha yillardan beri ijtimoiy tarmoqlar uchun foydali milliy kontentlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqdamiz. Kelinglar, bugun sizlar bilan ozroq yoshligimiz haqida eslaymiz. Bizning yoshligimiz qanaqa o'tgan? Asosan o'yinlar bilan, uy yumushlari bilan va ko'chani changitish bilan. Bugun bizning bolalarimizni yoshligi qanday o'tmoqda? Ularning yoshligi asosan ekranlar qarshisida turli xil rang-barang kontentlarni ko'rish bilan o'tmoqda. Tan oling, uyingizdagi 2 yoshli farzandingiz ham bugun telefonni bemalol boshqara oladi yoki ichidan o'zi uchun kerakli bo'lgan multfilmlarni qo'yib ko'ra oladi. Buning sababi bugun globallashayotgan dunyo, zamonaviy hayotimizning ko'rinishi aynan shunday. Yaqinda bitta kitob o'qidim, balki sizlar ham ko'rgandirsiz. Behalovat avlod. U dunyodagi top 10 ta kitoblardan biri hisoblanadi. Shu kitobdagi ayrim fikrlar meni o'ylantirib qo'ydi. Kitobda aytilishicha, biz yoshlarimizni har doim hozirgi dunyoda bolalarimizni real hayotdagi xavfdan asrashga ko'proq intilamiz. Ya'ni qo'y bolam, ko'chaga chiqma, ko'chada yomon odamlar bo'lishi mumkin, yiqilib tushishi mumkin, o'ynama. Lekin aslida biz xavfli deb o'ylayotgan real hayot ularda ko'proq inson bo'lish, shaxs bo'lib shakllanish uchun har xil ko'nikmalarni beradi. Biz xavfli deb o'ylayotgan olamdan xavfsiz-ku degan ijtimoiy tarmoqlar, YouTube qarshisiga ularni to'xtamasdan o'tkazib qo'yamiz. Lekin aslida ular ko'rayotgan har bitta kontent ularni ong ostida qaytadan shaxs, boshqacha inson bo'lib shakllanishiga sabab bo'lib qolayotgani haqida hech o'ylamaymiz. Yaqinda bir noshirimizni suhbatlarini eshitib qoldim. Unda aytilishicha, biz o'qiyotgan kitoblarimizni nomi, qahramonlar hayoti, voqealar esda qolmasligi mumkin. Lekin o'qiyotgan paytimiz, mutolaa paytimiz har bitta hujayramiz yangilanar ekan. Kichik bir hujayra yangilanish natijasida biz boshqa bir insonga, boshqa bir dunyoqarashli odamga aylanib borar ekanmiz. Kontentlar ham xuddi shunday. Yoshlar uni iste'mol qiladi, ko'radi, balki unutib yuborar. Balki birontasi xotirasida ham qolmas. Lekin ong ostida shu kontent shu daraja ta'sir qiladiki, ular boshqa bir dunyoqarash bilan voyaga yeta boshlaydi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 96-maqsadida ham bu muammoga bevosita to'xtalilgan. Turli xil axborot xurujlari bugun ko'payayotgan, globallashayotgan dunyoda yoshlarni asrash eng muhim masalalardan biri sifatida qayd etilgan. Mana o'ylab ko'ring. Butun davlatimizni oldiga qo'ygan eng katta maqsad, barchamiz birga erishishimiz maqsad qilingan marrada nima uchun aynan axborot xurujlaridan yoshlarni asrash masalasiga bu darajada e'tibor qaratilmoqda? Har yili turli xil statistikalar e'lon qilinadi. O'tgan yil e'lon qilingan statistika ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda ijtimoiy tarmoqda berilayotgan kontentlarning 49,4% ingliz tilidagi kontentlarga to'g'ri kelar ekan. Atiga 1,1% o'zbek tilidagi kontentlar. To'g'ri, hozir siz aytishingiz mumkin. Nima uchun? O'zbek tilida bugun ijod qilayotgan turli xil vaynerlarimiz, blogerlarimiz juda ko'p. Ularning auditoriyasi millionlardan ortiq. Ha, shunday. Lekin dunyo olamida ijtimoiy tarmoqda milliy kontent deganda ana shu davlatni, ana shu xalqni identifikatsiyasini yana ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, sizni qo'lingizdagi pasportlaringizda kimligingiz ko'rsatilgan. Millatni kimligini belgilaydigan har bir qarashlar, qadriyatlar, milliy o'zlik masalalari kontentlarda aks etsagina biz uni milliy kontent deya olamiz. Demak, ularning soni ko'p emas, salmog'i juda kam. Biz har kuni ko'rayotgan kontentlarimiz, eshitayotgan ovozlarimiz, ko'zimiz ko'rayotgan vizuallashtirilgan tomoshalarning barchasi bizga boshqa bir xalqni qadriyatini, boshqa bir davlatning g'oyasini, mafkurasini singdirishga xizmat qilmoqda. Lekin afsuski, hozir juda ko'pchilik tahliliy ma'lumotlar o'qish yoki bo'lmasa uzoq bir vaqt talab etiladigan kontentlar ko'rishdan ko'ra qisqa 30 sekundlik narsalarni ko'rishni afzal bilar ekan. Nima uchun? Chunki Instagramda shunday algoritmlar ishlaydiki, siz 30 sekundlik narsadan ongingizga dopamin, ya'ni huzur gormonini olasiz. Va siz yana qayta xuddi shunday reelslarni ko'rishni xohlaysiz. Kitobni oxirini yopish mumkin, voqea tugaydi. Lekin reelsda inson ongiga shunaqa narsa beradiki, uni davomi yo'q. Sen cheksiz olamdasan, cheksiz mana shunaqa vaqt o'tkazishing mumkin degan narsa beradi.
Natijada biz bu olamdan chiqib keta olmaymiz. Hozir ahamiyat beradigan bo'lsak, O'zbekiston aholisining deyarli 95% ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Globallashgan olamni statistika ma'lumotlariga qaraganda, avval yoshlar 13 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda 8 soat 39 daqiqa ahamiyat bering, bu deyarli bir kunini 60% o'tkazgan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich sun'iy intellekt, turli xil chatbotlar natijasida 75% ga yetgan. Bulardan ko'rinib turadiki, bugun yoshlar real olamdan ko'ra ijtimoiy tarmoqda o'zini erkin, bemalol va xavfsiz his qilishni boshlagan. Yoki bo'lmasa, yana bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2012-yili Facebookdan foydalanadigan yoshlarning ulushi 74% ni tashkil qilgan. Ya'ni juda ko'p. Yaxshi bilasizki, Facebookda ko'proq tahliliy matnlar mavjud. Lekin bu ko'rsatkich yil o'tgan sari hozir 24% ga tushib qolgan. Va 89-90% yoshlar deyarli Instagram, TikTok, YouTube kabi platformalardan foydalanishga o'tgan. Dunyo olimlarini bir narsa xavotirga solmoqda. Agar yoshlar ijtimoiy tarmoqda bunday qisqa kontentlarni ko'plab ko'radigan bo'lsa, ularda raqamli demensiya, ya'ni bu aqli zaiflikning bir turi. Ijtimoiy tarmoqda o'tiradigan yoshlar orasida allaqachon bu kasalliklar uchramoqda va bundan tashqari depressiya, uyqusizlik, juda tez o'z joniga qasd qilishga intilish kabi harakatlar sodir bo'lmoqda. Albatta, biz endi ijtimoiy tarmoqlarni cheklay olmaymiz. Bu xuddi chegarasiz maydonga o'xshaydi. Unga kirma, unga yaqinlashma degan narsalar endi yoshlarni to'xtatib qo'ya olmaydi. Faqat bunga qarshi biz immunitetini yoshlarni paydo qilishimiz, media ma'rifatni rivojlantirishimiz zarur. Bizga foydali milliy kontentlar kerakligi haqida davlatimiz rahbari ilk bor xavfsizlik kengashining yig'ilishida aytib o'tgandilar. Bu keyinchalik O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aks ettirildi. Xavfsizlik kengashining yig'ilishida bevosita shu so'z yangradi. Biz chegaralarimizni qo'riqlashimiz mumkin. Kuchli harbiylarimiz bilan tinchlikni saqlashimiz mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoq, internetdek chegarasi yo'q olamda yoshlarimizni qanday asraymiz? Faqatgina milliy qadriyatlarimizni o'zida aks ettiradigan, tariximizni va bugun biz intilayotgan kelajakni ko'proq yoshlarga ko'rsatadigan kontentlar bilan bu olamni yoshlarga yanada foydali qilishimiz mumkin. Shu maqsadda juda ko'plar harakat qilmoqda. Shu qatori Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazida ham alohida ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlab markazda raqamli targ'ibotni muvofiqlashtirish bo'limi ochildi. Bo'lim tomonidan o'tgan yil davomida 6000 ta milliy kontent ishlab chiqildi va ularning umumiy qamrovi 330 millionga yetdi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda so'z, vatan playlisti, buyuklar AI kabi loyihalari yo'lga qo'yildi. Bu orqali yoshlarimizga adabiyotimiz, tariximiz qanday bo'lganligi, ularda aslida inson qanday yashash kerakligi kabi g'oyalar aks ettirilgandir. Masalan, birgina so'z loyihasini olaylik. Unda xuddi siz kabi tengdoshlarimiz, yoshlar o'z she'rlari orqali vatanparvarlik tuyg'usini singdirishga qaratilgan kontentlar o'rin olgan. Yoki vatan playlisti. Bu siz sevib eshitadigan rep, zamonaviy qo'shiqchilarimiz tomonidan vatan haqidagi qo'shiqlar yangicha usulda kuylangan va 170 dan ortiq musiqiy platformalarga joylashtirilgan. Bundan tashqari, Bunyodning sarguzashtlari degan bolalarimiz uchun Instagram platformasida ajoyib sahifa yaratildi. Bunyod bu kim? Bunyod bu 3-renessans bunyodkori, ya'ni bugungi yosh avlod. U Bunyod degan qahramonimiz ko'rinishda sun'iy intellektda yaratilgan, har doim har xil narsalarni o'rganadi va o'z oldiga katta-katta maqsadlarni qo'yadi. Bugungi kunda Bunyodning sarguzashtlari doirasida yaratilgan kontentlar qamrovi 1 millionni tashkil qilishga ulgurdi. Bundan tashqari, biz buyuklar haqida 100 dalil degan ixchamgina kitobcha qilganmiz. Bilasizmi uning shiori nima? Hamma bilishi shart. Biz bugun Amir Temur, Beruniy, Alisher Navoiy bobolarimiz bilan faxrlanamiz. Lekin aytingchi, oramizda kim ular haqida hech bo'lmasa 10 ta fakt aytib ber desak, to'xtamasdan sanab bera oladi. Ularning sanog'i juda ham kam. Biz shu maqsadda bu loyihaga qo'l urganmiz.
Kitobcha o'zi ixcham bo'lib, yoshlar uchun SMS shaklida yozilgan. Ya'ni har bitta fakt qisqa. Bundan tashqari QR kodlar orqali siz ijtimoiy tarmoqda aynan shu allomaning o'zi haqidagi videolarni sun'iy intellekt tasvirida ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, ha endi davlat tashkiloti milliy kontent qilayotgandir deb. Yo'q. Bu kontentlarni ishonasizmi? Xuddi sizga o'xshagan yoshlar qilyapti. Ya'ni har bir loyihamizda loyiha a'zolari yoshlar hisoblanadi va bu kontentlar bevosita ular tomonidan ishlab chiqilmoqda. Bu xuddi yoshlarga yoshlar ovozi bilan berilayotganga o'xshaydi. Bu nimani ko'rsatadi? Bugun yoshlarni faqatgina qo'ldagi telefoni bilan bemaza, mazmunsiz kontent oladi deb ayta olmaymiz. Biz shunchaki ularni milliy kontent ishlab chiqarishga undashimiz lozim. Bu yo'lda biz har yili turli xil tanlovlar e'lon qilamiz. O'zbekiston menda yashaydi kabi tanlovimiz orqali yoshlarimizdan juda ko'p kontentlar kelib tushdi. Bundan tashqari har bir loyihada ishlanayotgan kontentlar bevosita faqatgina yoshlar jamoasi bilan ishlanadi, ularning fikri bilan yaratiladi. Bugun siz bilan qisqacha bu suhbatimiz orqali qanday xulosa qilishimiz mumkin? Bugun davlat yoshlarimizni axborot xurujlaridan asrash haqida qayg'uryapti, ko'rib turibsiz. Lekin bundan tashqari har birimiz bu ishda hammaslak bo'lishimiz shartdir. Men ishonaman, agar biz bugun yoshlarimizni qo'liga kitob bersak, ularni milliy kontentlar yaratishga undasak, ilm yo'lidan ketishga chorlasak, albatta barchamiz orzu qilayotgan, intilayotgan 3-renessans poydevorini quramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.